Xitoy Uyg'urlarning oilasigacha kirib nazorat qilmoqda. 26 dekabr Dajiyuan to'g'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy 12 oyning 5-dan boshlab atalmish tuqqanlashtirish haftaligi faoliyati nomi bilan minglagan Xitoy kommunist a'zolarini safarbar qilib, Sharq Turkistonning yezi qishloqlaridagi Uyg'urlarning oilasigacha kirgan kommunist maroqchilar bir haftagacha Uyg'urlar bilan birga turish, birga ishlash, birga turmush kechirishdan iborat nishonini amaliyleştirib, Uyg'urlarning shaxsiy turmushi, ijtimoiy aloqasi qatorliqlarni nazorat ostiga olmoqda. İstanbulda Sharq Turkistonliklar maslahat kengashi yig'ini o'tkazildi. 26 dekabr Zeytinburnu Kazlıçeşme Hökumet yığın zalida Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining tashkillashi bilan Sharq Turkistonliklar maslahat kengashi faoliyat yig'ini o'tkazildi. Yig'inga Turkiya va dunyoning har qaysi joylarida faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston tashkilotlarining vakillari qatnashdi. Yig'inda Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvoli, Xitoyning barg'ansiri eg'irlashib ketayotgan zulm va bostirishlari muzokara qilindi. Hamda 2018-yili elib berilgan faoliyat yo'l xaritasi haqida kengash o'tkazildi. Xitoyda bir kundala 177 nafar to'r jinoyatchisi tutqun qilindi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida ma'lum bo'lishicha, Beijing, Xebey, Jiangsu, Zhejiang va Jiangxi qatorliq o'lkalarda birli vaqtda elib berilgan harakatda 177 nafar to'r jinoyatchisi nazoratga olindi. Xitoy Davlat bexatarlik ministerligi tomonidan e'lon qilingan bayonotda gumondorlarning taxminan 4 oy davomlashgan razvedka natijasida qo'lga tushganligi bildirildi. Ammo Xitoy doiralari ularning amaliy jinoyatining nima ekanligi haqida hech qanday ma'lumot bermadi. Sharq Turkiston Ulamolar birligining 3-qatimliq shura yig'ini Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazildi. Sharq Turkiston Ulamolar birligining 3-qatimliq shura yig'ini 2017-yil 12-oyning 23-kuni Turkiyaning Istanbul shahridagi Marmara Universiteti Ilohiyat fakultetining yig'in zalida o'tkazildi. Yig'inda Ulamolar birligi tarafidan o'tgan 6 oy ichida elib berilgan xizmatlar haqida doklad berilgandan keyin, buningdan keyingi xizmat planlari haqida muzokara elib berildi. Xitoy Donald Trumpning itqi o'xshatilgan haykalini tikladi. Yangi Akit gazeti bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy kalendariga asosan 2018-yil 16 fevralda boshlanadigan it yiliga alohida tayyorlik qilayotgan Xitoylar Amerika prezidenti Donald Trumpning 1946-yili it yilida tug'ilganligini aldamchilikning, tapovatning fursati deb qarab, Donald Trumpning itqi o'xshatilgan haykalini tikladi. Hatta Trumpning simboliga aylangan choch shakli talash tartishlarda havoga ko'tarilgan barmoqi va qizil galstukini nazardan saqit qilmadi.